Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun biz o'zimiz xo'jalikda yashil molni davolash masalalarini sizlarga ulashmoqchimiz. Hop, mana shu sigirimiz yashil bo'lib tuzalgan qoldi. Shunga nima muolajalar qildik? Shularni biz sizlar bilan o'rtoqlashib sizlarga ulashmoqchimiz. O'zimiz bilgan yangi usulda davoladik. Hozir mana 5-kun sigirimiz yashil bo'lib o'tdi. Hamma yo'g'i 7 tishi ishtahasi ochilib o't xashak yeyapti. Endi buni nima bilan davoladik? Buni biz oddiy 91-92 bezim bilan kuniga 3 mahal og'zini, oyoqlarini chayish bilan keyin chem spray, mana shu chem spray orqali davoladik. Sizlarga bu nimani afzalligini bezim bilan davolagan akalar bo'lishi mumkin. Balki bilmaganlar uchun o'rta effekti yaxshi bo'ldi. Molni og'zini ochib keyinchalik yuboringchi. Sal axrab ketdi. Mana shu og'ziga qo'yib. Buni kuyib og'zini chayqab tashlanadi. Ana shu holatda 3 mahal molni og'zi yuvib turiladi. Xudo xolasa mol ishtahadan ham qolgan yo'q. Yengil o'tdi. Keyin qolgan sheriklariga ham yashirimiz yuqqani yo'q. Qolgan sheriklariga ham shu bakalishkada shu holatda bakalishka sizlarga oddiy holatini nima qilay, apparatda qilsak ham bo'ladi, yo sepga nimani. Endi ozgina bezin quyib, shu turgan joyida tumshug'iga shunday sepib qo'ysak ham bo'ladi. Qolgan mollarga yuqish effekti umuman past bo'ladi. Bu molimiz yetuk bo'g'ozida. Shu yashil bo'lganda 3 kun ichida tug'di mol. Yashillarni ko'rsatib qo'ying. Mana tuymalari ham bo'lni yashilda shilinib, mana bunaqa yara ahvolga, sog' bo'lmaydigan holatga keldi. Molimizni bolasi yaxshi bola bergan. Faqat hozircha buni bolasini ajratib turibmiz. Hozir sog'. Buni emizdirib ham bo'lmaydi, emizdirmaydi ham mol. Endi shu holatda akalarimizga tavsiyamiz bor. Bu holatda molni sog' bo'lmaydi. Umuman tuymalari sog'ishga yaroq holatda. Endi bu holatda nima qilyapmiz biz? Bu holatda oddiy aptikada kateter bor. Kateter orqali suti qaytib ketmasligi uchun molimizni sog'ib turibmiz. O'sha akalarimiz misol uchun qiynalib, sog' bo'lmaydi, sutdan chiqarib yuborish holatlari bo'lishi mumkin. Lekin kuniga 2 mahal o'sha kateter orqali, hozir kateterni ko'rsataman men sizlarga. Molimizni bolasini olib chiqib qo'ysak ham hech bola qilmaydi. Nimagaki organizmida 3 kun 4 kun o'zimiz hosil qilib bo'lgan. Bu o'zimizda nimadan o'tdi bu? Qo'shib qo'ysak ham bo'laveradi. Faqat buni yemagandan keyin bolasini saqlab turibdi. Agar tuymalariga kelmaganda mana shu narsa mana oddiy kateterimiz. Shuni tuymasiga juda barini tiqish shart emas. Mana shu 1 santisini tiqib qo'yilsa, molning sutini mana shuni oqizib olsak bo'ladi. Mana shu tuzalguncha hozir 5-6 kun bo'lyapti. Molimiz yashildan o'tib bo'ldi pastda. Faqat tuymalaridagi yaralar endi tuzalguncha jini vaqt kerak. O'shangacha shu kateter orqali sutini olib, sutdan chiqarmay qaytib ketmasligini oldini olib turamiz. Mana akalar, molimizni bolasi. Bolasini sog'ligi juda yaxshi, tetikkina. Yaxshi bola bergan molimiz. Operator, yaxshilab ko'rsating.
bolasiga mana shunaqa mana vet aptekalardan so'rasalaring mana shu narsalar sotuvda bor. Mana shu narsa juda qulay. Sut bergan bolasiga, keyin bolasiga o'sha yashil bo'lgan molni o'zini sutini ham bersalaring bo'laveradi. O'zini sutini faqat qaynatib o'sha iliq holatda bersa bo'ladi mana. Hozir bunimizda sutimiz yo'q, bizda issiq sutimiz yo'q edi. Prosta sizlarga ko'rsatish maqsadida mana shu idishimiz ham juda qulay. Mana biz u bergan mana shu bitta qo'l bilan bizga sut bersa bo'ladi bunda. Mana shu videoni sizlarga mana shu kerakli kimgadir mana foydamiz tegsa xursandmiz. Mana shu bilan videomizni tugatamiz. Kimgadir qiziqarli bo'lsa mana kommentariyada yozib, yanada bir yorug'roq ko'rsatish, yorug'roq o'ydiroq berishda nima qilsalaring, mana yana bir video qilamiz. Kommentariyada yozsalaring qanday davolash kerak, ularni yoritib o'tamiz. Hammalaringga rahmat.